tarozining bir pallasiga butun insoniyatni hamma gunohlarini qo'ysa-yu, ikkinchi pallasiga Alloh taologa nisbatan qilingan beadablikni qo'ysa, ikkinchi tarozi bosib ketadi. Tarixda Nuh alayhisalomning kemalari eng ulkan kema bo'lgan. Nuh alayhisalomning kemalaridan keyingi insoniyat uchun eng mashhur kema bu Titanic kemasi hisoblanadi. Titanic kemasini birinchi suvga tushirilgan paytda uni konstruktori Thomas Andrewsdan muxbirlar borib so'rashgan ekan. Buning xavfsizlik darajasi qanday deb so'rashganda u aytgan ekan. Buni hatto yaratuvchi ham cho'ktira olmaydi degan ekan. Natija nima bo'ldi? Yaratuvchi emas. U yaratuvchining bitta icebergchasiga ham chida olmadi, dosh bera olmadi. Natijada kema ikkiga bo'linib ketdi. Bu birinchi misol. Ikkinchi misol, Misrlik Hamza Basyuni degan shaxs Misr qamoqxonalarida diniy mahbuslarga qattiq azob berish bilan shug'ullanar edi. Mahbuslar "Voy, Allohdan qo'rqsang bo'lar edi" degan paytlarida "Qani o'sha Allohing? Olib kel, uni ham qoziqqa o'tqizaman" der ekan. Oz vaqt o'tib, o'sha Hamza mashinasida temir yuklatilgan mashina bilan qattiq to'qnashib avariya bo'ladi va hatto bitta temir og'zidan kirib, orqasidan chiqib ketgan ekan va o'sha paytdayoq vafot etgan. Uni jasadidan o'sha temirni sug'urish uchun jasadini maydalab olishga to'g'ri kelgan ekan. Bu nimadan desa, Allohga beadablikning natijasi bu dunyodayoq Alloh taolo tomonidan ko'rsatib qo'yiladi. Va bunga o'xshash misollar tarixda juda ham ko'p bo'lgan. Keyingi safarlar boshqalarini ham aytib berarmiz inshaalloh. Ammo bu bilan nima demoqchimiz? Alloh taologa nisbatan beadablik qilib qo'yishdan Allohning o'zi panohida asrasin, juda ham ehtiyot bo'lish kerak.